Amaliyotda juda ko'p uchrashuvchi masalalardan biri er-xotin o'rtasidagi umumiy mulkni bo'lish masalasi hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lum, er-xotin o'rtasida nikoh davomida orttirilgan mulk ular o'rtasida teng ravishda bo'linishi belgilab berilgan. Bunda faqatgina meros va hadya shaklda olingan mulklar mustasno hisoblanishi belgilab berilgan. Ammo shunaqangi holatlar bo'ladiki, er-xotin birgalikda yashab kelgan uy er yoki xotinga tegishli bo'ladi, ammo u meros yoki hadya shaklida olingan yoki nikohdan avval olingan bo'ladi. Ammo shunga qaramasdan nikoh davomida er-xotin umumiy mablag'lar hisobiga ushbu uyni rekonstruksiya qilib, kapital ravishda ta'mirlagandan so'ng mulkning qiymati oshib yoki qo'shimcha binolar qurilgan taqdirda nikohdan ajrashish vaqtida ushbu uy-joydan ulush olish masalasi qo'yiladi va bu holatda agarda o'sha masala bo'yicha haqiqatda qilingan xarajatlar sud tomonidan nikohdan avval olingan mulk nikoh davomida haqiqatda uning qiymati oshganligi o'z tasdig'ini topadigan bo'lsa, rekonstruksiya qurilish ishlari amalga oshirilganligi o'z tasdig'ini topadigan bo'lsa, bu holatda ushbu uyni er-xotin o'rtasidagi umumiy mulk deb topish masalasini qo'yish mumkin va uning yarmiga da'vo qilish iloji bo'ladi. Yana bir holat, ya'ni xuddi shunaqangi holat bo'ladi va uy-joy er yoki xotinning yaqin qarindoshlariga tegishli bo'ladi, lekin o'sha uy-joyda er-xotin birgalikda yashab kelgan, qurilish ishlari, ta'mirlash ishlari, rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirgan va qo'shimcha binolar evaziga binoning, ya'ni mulkning qiymati oshgan bo'ladi. Bu holatda siz ushbu uyni umumiy mulk deb topish masalasi bo'yicha da'vo qila olmaysiz. Faqatgina ushbu uyga mulkdoriga nisbatan ushbu qilingan xarajatlarni tasdiqlovchi kvitansiyalar yoki guvohlar orqali tasdiqlab berib, qilingan xarajatlarni o'zinigina mulkdordan talab qilib olish mumkin bo'ladi. Ammo to'g'ridan-to'g'ri uyni o'zini talab qilish iloji bo'lmaydi. Amaliyotda yana bir uchrashuvchi masalalardan biri er-xotin qonuniy ravishda nikohdan ajrashmasdan turib, alohida yashab keladi va alohida yashab kelayotgan vaqtda er yoki xotin o'zining shaxsiy mablag'lari hisobiga biror bir mulk oladi va bu holatda ushbu mulk nikoh bekor qilinmaganligi sababli avtomatik ravishda umumiy mulk deb hisoblanadi. Va bu holatda da'vogarning da'vo talabi bilan ushbu alohida yashab kelganligini tasdiqlab bera oladigan bo'lsa va bu narsa tasdiqlanadigan bo'lsa va ushbu uy yoki mulk uning shaxsiy mablag'lari hisobiga olinganligini tasdiqlovchi dalillar bilan ko'rsatib beriladigan bo'lsa, mulkni nikoh davomida olingan taqdirda ham alohida mulk deb, ya'ni xususiy mulk deb topish mumkin bo'ladi. Yana bir uchrashuvchi masalalardan biri er-xotin nikohdan ajrashmagan davrda aytaylik kreditga mol-mulk olingan bo'ladi va nikohdan ajrashish davomida ushbu mulkdan talab qilish masalasi hisoblanadi. Bu holatda da'vo talabi qanday bo'ladi? Ya'ni nikoh davomida olingan kredit, aytaylik nikohdan ajrashilmish, ya'ni mol-mulkni bo'lish masalasi bo'yicha da'vo qilingunga qadar kredit to'lovlari, ya'ni mulkning qancha qismi to'langan bo'lsa, ushbu to'langan summani faqat yarmigina da'vo qilish mumkin bo'ladi. Agarda sizga xuddi shu kabi mol-mulk masalasi yoki boshqa turdagi huquqiy muammolar mavjud bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.